Assalomu alaykum. Meni ismim Muslima, yoshim 17 da. Men 11-sinf bitirib, bugun Toshkent tibbiyot texnikumiga grant asosida imtihonga keldim. Men Furqatova Shahzoda. Bugun 31-iyun kuni Toshkent tibbiyot texnikumiga kelib, grant uchun talabalarni qabul qilish testlari, imtihonlaridan o'tdim. Hozir biz kimyo va biologiya fanidan test topshirdik. Test unaqa qiyin emas ekan, menga juda ham yoqdi. Menga to'g'risini aytsam, test meni qoniqtirdi. O'qib, tayinlanib yaxshi qilsa o'tsa bo'ladi. Grant yutish imkoniyatlari bor. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bemalol kelib omadinglarni sinab ko'rsanglar bo'ladi. Grant yutib olish imkoniyatiga egasizlar. Maslahatim, kelib topshiringlar, omadinglarni sinab ko'ringlar. Bu texnikum menga juda ham yoqdi. Hamma qulayliklari mavjud. Hammaga tavsiya qilib qolaman. Kelinglar, o'qinglar, omadinglarni sinab ko'ringlar.